Hammaga salom do'stlar. Bugun sizlar bilan iPhone'dagi eng kerakli va eng qiziqarli fishkalarni ko'rib chiqamiz. Undan oldin videoga bitta like va obuna tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Sizda ikkita widget turibdi, o'shani Smart Stopga qilsa bo'ladi. Ya'ni ikkita widgetni bir-biriga birlashtirsa bo'ladi. Misol uchun widgetni ustiga bosib turasiz va yurg'izasiz. Ustiga olib borib, mana qo'yib yuborasiz. Ko'rishingiz mumkin, ikkita widgetimiz bitta bo'ldi. Mana. Keyingi fishkamiz, misol uchun bironta bir ilovani, misol uchun men Phone Doctor degan ilovani ustiga bosib turaman va yashirib qo'ysak bo'ladi bu ilovani. Misol uchun udalitsi ekran домой qilib qo'ysak, bu ilova endi yo'q. Siz ekranda topa olmaysiz. Bu faqat mana bu bibliotekada turgan bo'ladi. O'sha yerdan topsangiz bo'ladi bemalol. Misol uchun Phone Doctor deb poisk beramiz. Mana chiqib keldi. Mana shu yerdan ham topsangiz bo'ladi. Keyin buni ustiga bosib turasiz. Va mana bunaqa qilib asosiy ekranga qo'shib qo'ysangiz bo'ladi. Fishkamiz, misol uchun yana mana shunga o'xshagan ilovalarni yashirmoqchi bo'lsangiz, ekranning ustiga bosib turasiz va mana bu poiskni ustiga bosasiz. Poiskni ustiga bosgandan keyin mana bu Phone Doctor ilovasini yashirmoqchi bo'lsangiz, o'sha bitta katakchaga olasiz, ya'ni bo'sh katakka va mana bu galchkani o'chirib qo'yasiz. Va bo'ldi. Endi Phone Doctor ilovamiz yo'q. Faqat bibliotekadan topsangiz bo'ladi. Qolgan joydan topa olmaysiz. Zo'r fishkalardan biri, misol uchun o'zim ishlataman. Bu funksiya batareyangizni ancha tejab qoladi. Misol uchun, men polot rejimi yoqsak, mana bu Bluetooth va Wi-Fi lar yoniq qoladi. Shuning uchun zaryadingizni yeb qo'yish ehtimoli bor. Misol uchun kerak paytda ham yonib qolib ketaveradi. Shuning uchun sizga bitta zo'r fishka, misol uchun mana bunaqa polot rejimini bir o'chirsangiz, o'chadi hammasi o'zi odatda. Keyin yana yoqsangiz, mana Bluetooth bilan Wi-Fi o'chadi. Mana shunaqa komandani o'rgatib qo'yaman. Buning uchun bizga albatta komanda ilovasi kerak bo'ladi. Siz mana bu Bistro komanda turgan bo'ladi, optimizatsiyani ustiga bosasiz. Plusni ustiga bosasiz va mana bu avia rejimni ustiga bosasiz. Немедленно запуск qilamiz. Выключателni ham qo'shib qo'yamiz. Ikkalasiga ham galchka bo'lishi kerak. Dalini bosamiz va Wi-Fi ni tanlaymiz. Wi-Fi hozir. Bu yoqdan tanlayotganmiz. Wi-Fi. Mana. Keyingisi Bluetooth tanlab qo'yamiz. Mana. Ikkalasini ham vekil qilib qo'yamiz, ya'ni o'chirish uchun. Xo'sh, gotovani bosamiz. Mana ko'rishingiz mumkin. O'zi avtomatik o'chadi, Bluetooth bilan Wi-Fi va yoqqan paytda ham ikkalasi yonmaydi. Mana shu zo'r fishkalardan biri, ya'ni zaryadingizni tejab qoladi. Ulardan biri, misol uchun iOS 18 yangilagan bo'lsangiz, mana bunaqa holatda siz iOS 18 da mana bu punkt upravleniyansini o'zgartirsangiz bo'ladi. Endi shuni mana bunaqa gorizontalniy holatda agar o'zgartiraman desangiz, o'zgartira olmaysiz. Misol uchun mana bu fotoga kiramiz. Mana. Gorizontalniy holatda turibdi. Ustiga bosaman desangiz, zvuk beryapti, ya'ni vibratsiya berib o'zgartirib bo'lmaydi. Mana shu ham bitta minuslardan biri desak ham bo'ladi. Ham fishka, ham minus. Keyingi fishkamiz do'stlar, misol uchun siz iOS 18 ga yangilagan bo'lsangiz, o'sha iOS 18 ga hozir 3 ta oyna turibdi, ya'ni 3 tagacha oyna qo'shilgan turibdi. Misol uchun shu nechta deb o'ylaysiz? Men mana shuni sinab ko'rdim, ya'ni siz 14 tagacha oyna qo'shishingiz mumkin ekan. Mana do'stlar, sizga ko'rsataman hozir. Mana 14 ta oyna qo'shilgan turibdi. Undan ortiq qo'sha olmas ekansiz. Bu ham bitta zo'r fishkalardan biri, bilib oldingiz nechtagacha oyna qo'shsa bo'lishini.